qiyin jang o'tkazdi yaqindagina bir oy bo'ldi. Mana endi yapti. Chap zarba o'tdi. O'ng qo'lda. Yana ikkilik zarbasi. Ikkilik zarbasi, uchinchi zarbani qo'shdi. Jab. O'ng qo'l zarba tashlanyapti. Bahodir mana shunday vaziyatda kutib olishga harakat qildi. To'g'ri qilishning o'zi ko'rsatib beryapti. Yaxshi hozir jigariga jab o'tdi. Daho javob qaytarishga harakat qilib ko'rdi. O'tyapti. Yana zarba o'tyapti. Yana ikkilik taktika. Raund. Yaxshi birgina javob og'dirishga muvaffaq bo'ldik bu safar. Ikkilik zarba. Chap qo'l. Jab. Tashlanyapti. Javobni eshitdilar. Ikkilik zarbasi o'tdi, hozir yetib oldi. Yana zarba. Himoya. Jab. Jigariga. Bahodir Jalolov. Ikkilik zarbasi bundan ko'pini ishlatma deb aytilmoqda. To'g'ri Qilichov va hududdan darhol og'dirishga muvaffaq bo'lyapti. Mana yana birinchi raund yakuniga yetib boryapti. Bu yerdan hujum amalga oshirmasligi uchun. 4-raund boshlandi. 3-raund. Jab yaxshigina zarba. Jab. Kirib borishga aniq. Ikkilik zarbasi. Oldingi zarba boshiga. Ikkilik zarbasi. Yana bir jab. Chap qo'l. Ikkilik zarbasi. Siqildi meni. Chap qo'l. Yondira olmas zarba o'tdi. Kaut so'rashadi albatta. Bahodir. Yana kombinatsiya. Muxlislar jonlanishda. Yana ikkilik zarbasi o'tdi. Chunki bir ikki jab o'tkazib yubordi. Ikkilik zarbasi o'tdi. Adebayo ham joy. Qanday ortga tusalayotgan Adebayo. Tashlanyapti mana bunday zarbalar. Tutdi. Bu yerda yana ikkilik zarbasi endi. Jigariga o'tdi. Jigaridan yakuniga yetmoqda. Jang yakuniga yetmoqda do'stlar.